hikoya jırlao, qora qarşı jırlao deb atalgan ol ilgirek, qora qarşı jırlao tradisiyasini zamanında Jawhar Salaxova bilan Rashid Vahapov professional sahnaga olib keladilar. Ham endi traditsiyalarini davom ettirganda yoshlar shundan da büyüklerimizning tradisiyalari to'qmisha sizga ilk jetkira hurmatli do'stlar. Rashid Vahapov ismidagi xalqaro tatar ashula festivali 10 yildan ortiq indi. Yillar shaharlar bo'ylab xalq ruhim, onaning jonim, onun ko'ngil to'pkulindagi o'y kechirishlerin shu ulug' shaxsning yozboshi, ijodi bizga topshirib qoldirgan merosi osha turli yoqlarga sepilgan xalqimizga erishdi. Shu yillar davomida Rossiyaning 51 tumanida, dunyoning 11 ilində bo'lgan do'stlar. Rahmat, hozir esa qo'bat sahnani yoshlarimizga berilgan. Sing'a tog'im ming bir kelam ali. Rim Hasanov musiqasi, Nojar Najmiy sizlari. Festivalimizni tag'in bir g'ururlig'i, tag'in bir oshishi. Azam Nabitov.
Azar Habibov.